Aziz birodarlar, xudo xolasa, ikki shinekli ikki aylanali qurt uskunamizdan bir qatorda, bir shinekli bir aylanalimizni ham uстановкасini baravar olib bormoqdamiz, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringiz bu apparatimiz ham xudo xolasa uzoq vaqt standartiga to'liq javob beradigan. Hop, lentalari, hop, pishavoy, undan tashqari barcha joylar nержавейка qo'llangan. Hop, uskunalarimiz buni bemalol chiqishlarini o'zlarining baho berishlari mumkin, xudo xolasa. Har bitta chiqib turgan qurtlarimizni mana bunday sifat qilib chiqarib beradi, xudo xolasa mana. Hop, bu 1x1, ya'ni bir aylana, bir shinekli. Hop, qurt uskunamiz soatiga 40-80 kilo chiqaradigan bo'lsa, hop, ikki aylana, ikki shinekli, hop, mana bu legendamiz esa soatiga bemalol 100-200 kilo. Bemalol ikkala apparatda ham buni hop 12 soat ishlatib bemalol yarim tonna. Bunda ham bemalol 12 soatda emas, balkim 8 soatda o'z ichida bemalol hop ikki shinekli bo'lgani uchun hop yarim tonna qurtni bir kunda bemalol chiqarib qo'yish xususiyatiga ega, xudo xolasa.